alaykum. Assalomu alaykum. Ayom muborak bo'lsin, yaxshimisiz, charchamasizmi? 4 ta solib bering, nechi pul o'zi? 500 so'm hayit musulmonlarning bayrami bo'lsa, do'stim. Qanaqa u 3 million nonni 5 ming qilib qo'yish, baribir g'alati emasmi? Yo'q. Aka o'zi bir kun hayit bo'lsa, shundan foydalanamiz. Yaxshimisiz, sizmisiz? Necha pul olib ketib qo'yinglar, aka? Aka 4 so'rayapmiz, 4 million. 4 million. Yoshiga to'lgan, как раз Turmoyitga boqqanmiz mana. Turmoyitga tayyorlab. Bu aka, mana buni qarang, dumbalarimni 35-40 kilo go'sht beradi aka, mana bu. Okajon, bitta narsada hayitdan oldin 2,5 million sotayotdingiz. Endi hayitdan oldin. Tanish bo'lganingiz uchun kelolmay oldingiz. Endi bitta qurbon hayiti musulmonlarning bayrami deb aka narx ko'tarib qo'yish kerak emas-ku. Qatdan olsinlar bu narx. Aka hozir non olishga bordim, nonni ham 5 ming qilib qo'yibdi. Endi aka tirikchilikda bir kun o'zi bayram. Aka Allohdan qo'rqish kerak, musulmonchilikda unaqa foyda qilinmaydi aka musulmondan. To'g'ri keta oling bo'ldi. Yuribsiz, sizlar musulmonman deb.